Shu kunlarda barchamiz katta bir tarixiy voqeani guvohi bo'lyapmiz. U ham bo'lsa Parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasi Markaziy Osiyo mintaqasida ilk marotaba aynan O'zbekistonda bo'lib o'tmoqda. Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi nafaqat o'zining tarixiyligi, balki o'zining mazmun mohiyati, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga, mamlakatlar barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti bo'lgan ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu assambleyani muloqot, ishonch va global muammolarni hal etish, barqaror rivojlanish yo'llarini birgalikda izlash imkonini beruvchi noyob platforma deyish mumkin. Shu o'rinda qayd etish kerakki, Parlamentlararo ittifoqning faoliyati va ustuvor yo'nalishlari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar bilan hamohang desak mubolag'a bo'lmaydi. Dunyo hamjamiyati ko'rib, kuzatib boryapti. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan so'nggi yillarda mamlakatimizda inson huquqlarini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, atrof muhitni asrab-avaylash, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarni rivojlantirish, yoshlar, ayollar huquqlarini ta'minlash masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Parlamentlararo ittifoqning 2022-2026 yillar uchun strategiyasida ham iqlim o'zgarishlariga qarshi chora-tadbirlar, demokratiya, inson huquqlari, gender tengligi va yoshlarning ishtirokini kuchaytirish, tinchlik va xavfsizlik kabi yo'nalishlar belgilangan va ushbu yo'nalishlar barchamizga ayonki O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalari etib belgilangan. Poytaxtimizda bo'lib o'tayotgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi ijtimoiy rivojlanish va adolat uchun parlament harakati deb nomlandi. Bu bejiz emas, sababi ijtimoiy rivojlanish va adolat mezonlari nafaqat parlamentlararo ittifoqqa a'zo bo'lgan mamlakatlar, balkim butun xalqaro parlament tizimi, xalqaro hamjamiyat uchun ham katta ahamiyatga egadir. Assambleya davomida ko'rib o'tiladigan masalalar va ularning yechimi yuzasidan qabul qilinadigan yakuniy hujjatlar nafaqat parlamentga, joylardagi davlat hokimiyatining vakillik organlariga, davlat idoralariga, balki fuqarolik jamiyati inslarining oldiga ham katta vazifalar yuklaydi. O'ylaymanki, assambleyaning yakuniy natijasi mintaqaviy va global hamkorlar bilan aloqalarni yanada rivojlantirishga, inson huquqlari, yashil iqtisodiyot va innovatsiyalar sohasidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga, parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.